Shundoqqina orqamizda Sharq bozorchasi joylashgan. Mana shu chiroyli o'rtog'imizdan 3-etajdan idealli proyektdagi 3 xonali korobka xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Narxi obzor oxirida juda ham hamyon bo'lib qilib qo'ydik. Yetmagan qismini ikkilamchi kreditiga Novostroykadan kim topib bera oladi? Ana bizada obzorni ko'ring aka. 2 idealli proyekt deb mana shunga aytishadi. Kirishimiz bilan bizani shunaqa katta hol kutib bo'ladi. Bu yo'g'ini 4-xona sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Sanuzellar ham juda katta qisqartirsangiz bo'ladi. Mana bu yoqda o'zi proyekt bo'yicha mana bu yoqdan bitta devor tashab turib, ikkita alohida xona qilib olishingiz mumkin. Xuddi shunaqa oshxona xonasini ham, uni ham kadrlarda qo'shamiz. O'rtadan devor olib, перегородка olib, o'zingizni planirovkangizga qarab qilaverasiz. Shpaklyovkalari bo'lgan siz uchun qulaygina idealli proyektdagi ikkilamchi kreditiga aytib o'tganimdek, korobka uy xohlaganlar uchun o'zim remont qilib olaman deganlar uchun 100 kvadratlik ikki tomonlama proyekt birinchi liniyada yaxshi qurilgan domdan narxini qiziqib qolyapsizmi? Narxini anchadan beri kutib qolgan bo'lsangiz agar 49500 AQSh dollariga baholadik. Ikkilamchi kreditiga ham to'g'ri keladi. Qo'lingizda 20000-25000 plyus bo'lsa, bemalol mana shu xonadonni xarid qila olasiz. Sizga qiziqmi uyimiz? Pastdagi nomerlarga tez aloqaga chiqing.